YouTube uchun o'zgacha video bo'ladi. Bu 360 review desak ham bo'ladi. Obzor, 360 obzor Xpeng P7 mashinasini. Siz ekranda bemalol aylantirib mashinani ko'rib olishingiz mumkin yoki menga qarab turishingiz mumkin, farqi yo'q. Shunisi bilan bir qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Michelin balon, 360 kamera, gibrid mashinamiz. Mashinamiz 1500 kilometr zapas xodga ega. Sedan Han o'rniga juda ham ajoyib mashina, agarda gibrid mashina xohlasangiz albatta. Lekin bu gibrid bo'lgani bilan 400 kilometr zapas xod tokki o'zida. Bu degani siz har doim ham benzin quyishingiz shart emas. Shahar ichida bemalol 400 kilometrlik batareya sizga 250-270 kilometr indamay yurib bera oladi. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Xpeng kameralari, bagaj qismini ko'rsatishimiz mumkin. Bagajlarda o'zini salafonlari, mashinadagi subwoofer va tagida yana narsalar qo'yish uchun joy bor. Bu yoqda benzinniki, u yoqda zaryadkaniki. Hop, eshik o'zi ruchkasi ko'tariladi. 4 ta eshikda prisoska bor. Salon. Mashinaga o'tirib olaman. Bir joyga qo'yib qo'yaylik buni. Bemalol siz ko'raverasiz. Demak, rulga e'tibor berasiz. Multi rul, juda ham sifatli koja. Bu yerda ochish, yopish oynalari, quflash, knopkada eshik ochib yopiladi. Bu yerdan infrakrasniy sizni ko'rib turadi, uxlab qolmayotganingizni. Akustika sistema juda ham zo'r, head-up display bor, tablo bor, переключатель скорость, PRND deymiz, u ko'chirilgan gitaraga, monitor qaylinmaydi, yurmaydi, shu statik turadi monitor. Unaqa funksiyalar qo'shilmagan bunga. Hop. Havo qo'lda boshqarilar ekan, ya'ni направленияsi boshqa Xpeng mashinalarimizda ko'pi monitordan boshqariladi. Bunda qo'lda boshqarish udobniy. Men to'g'ri yangi texnologiyalarga zaman, lekin mashinaqasi udobniy. Negaki yoningizdagi odam yuzimga uryapti deydi. Men yo'lda ketyapman, endi men uni anaqasi uchun kirishim kerak, konditsioner kirishim kerak, o'tdan yuziga urmasligi uchun men tepaga ko'tarishim kerak. Buni masalan yonimda o'tirgan odam umuman bilmasligi mumkin qanaqa qilinishini. Shuning uchun ba'zida shunaqa eski metodlar ham yoqadi. Hop, bu yoqda orqani ko'rish kamerasi bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Panorama ko'rib turganingizdek juda ham katta. Сиденье, обдув, обогрев, massaj. Juda ham keng, katta, zo'r. Podголовниклari ham mana tepalarida bu yoqda ko'rsangiz ham bo'ladi. Kolonkalar bor. Juda ham katta oyna bor. Hop, yana nimalarni ko'rsatamiz? Orqaga o'tamiz. Orqani ko'rsatamiz endi. O'zim orqamda mana o'zim o'tiraman. Bemalol. Men juda ham chuqur o'tiraman, eng oxirgi surib o'tiraman. Bu yoqda ko'rayotganingizdek stoliklar bor, lekin bu juda ham yotgan holda turibdi. Shuning uchun orqada xuddi bir kam joy qolgandek ko'rinyapti, lekin juda ham yetarli. Hop, bu yerda беспроводной zaryadkaga joy bor. Ikkita даже telefon qo'ysangiz bo'ladi. Podstakannik hammasi bor. Orqada ham обдув, обогрев, massaj. Juda ham zo'r. Mashinaning narxi 40 ming. 40 mingga siz 1,5 kilometr yuradigan gibrid avtomobil olishingiz mumkin. 400 kilometr tokki o'zida 1,5 ming aralash siklda.
Juda ham shustri, tez mashina. 6 sekund 0 dan 100 gacha bu shahar uchun shunday yetadi. Bemalol. Maza qilib bolalaringlar bilan oilaviy uzoq yo'llarga yurishga ham zo'r. Juda ham uzun, 5 metrdan uzunroq mashina. Ko'rgan bo'lsangiz, o'zingizam juda ham uzun mashina. Xpeng avtosaloniga kelaverasiz, xarid qilishingiz mumkin. Narxi 40 ming. Bundan bitta past pozitsiyasi ham bor. Unda nima yo'q? Nulovoy gravitatsiya yo'q. Oldi anaqada sideniyada. Bunda nulovoy gravitatsiyasi ham bor. Ya'ni mashina oldi sideniyasi yotib beradi, maza qilib dam olib ketish mumkin. Va bu yerda orqa monitori bo'lmaydi. O'sha 38 millida. Bunda monitori ham bor. Shunaqa gaplar do'stlar, shunaqa 360 obzorlar yaxshimi yo'qmi yozib qoldiringlar kommentariyada. Shunga qarab obzorlarimizni qilamiz. Sog' bo'linglar.